Samarqandga Angus simentallarida udarlarini yubordik. Bombalari. Inshaalloh barakasini bersin. Samarqand Abbos Shahboz fermer xo'jaligiga simental va anguslar, o'ta bombalar 250 kilogramdan 300 kilogramgacha bo'lgan buqalar keldi. Moshinalar Rossiyadan o'zimiz organizatsiya qilib, podkroch qilib yuborib berdik. Meni o'zimni kuzatuvchilarimga O'zbekistondan donaga olaman deb yurganlarga shularga borib, chiroyli narxlarda olishlarini tavsiya qilaman. Agar men o'zim olaman 60 tasini deganlarga kelishtirib, yopishtirib beramiz. Telefon nomerlar ekranda bo'ladi. Borib ko'rib olishlaringiz mumkin bemalol. Inshaalloh sizlarga manfaatli bo'ladi, ya'ni foydali ham bo'ladi. Like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar videoga. 250 kilogramdan 350 kilogramgacha bo'lgan Angus buqalarni ko'rishlaringiz mumkin. Zo'rlari, moshni, originallari keldi. Borib tanlab olishlaringiz mumkin. Adresimiz Katta Qo'rg'onda, Samarqandda. Inshaalloh nomerlarini ekranda qo'yib qo'yganmiz. Telefon qilib, gaplashib, O'razmetov TVdan ko'rdim desanglar, kelishtirib, yopishtirib berishadi. Eng birinchi qo'l optim narxlarda inshaalloh. Angus olaman deb yurgan, simental olaman deb yurgan tanishlaringizga bu videoni yuborib qo'yish eslaringizdan chiqmasin. Go'shtli parodani zo'rlari, bombalari, udarlari, rossiyskiy simental и amerikanskiy Angus, moshni, soshni buqalar. Dahshatlari. Telefon nomeri ekranda, telefon qilib borib olaverasizlar. Narxlari telefonda aytishadi akalar. Hali endi kirdi, hali hisob-kitob qilib, yopishtirib, anaqa qimmat bo'lmaydi akalar. Chiroyli qilib berishadi inshaalloh xudo xolasa. Hammaga rahmat. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar.